Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz muvozanatsiz poliploidiya hisoblanadi. Ya'ni muvozanatsiz poliploidiya haqida keyingi darsimizda gaplashgandik. Bugun oxirigacha gaplashgan bo'lamiz. Ya'ni muvozanatsiz poliploidiya nima degani? Biz o'tgan safar aytib o'tdik. 3n to'plamidan 5n to'plamiga, 5n to'plamidan 7, 9n, 11n va 13n va hokazo to'plamlarni namoyish qiladi. Endi 3n to'plamli hujayra bizga 2 ga bo'linishi kerak edi. Biz aytib o'tdik o'tgan safargi mavzularimizda genotiplar sonini gametalarga bo'lganimizda har doim 2 chiqishi kerak edi. Endi bu 2 bo'lish uchun mana bular 1,5n, 1,5n bo'lishi kerak. Lekin bizda 1,5n to'plamli, ya'ni hujayramiz yo'q. Buning uchun biz ikkalasini moslashtirib olishimiz kerak. Ya'ni mana bundan bu yoqqa 0,5 ta o'tkazib yuboradigan bo'lsak, bittasi n to'plamli, ikkinchisi esa 2n to'plamli bo'lib, muqobil variant vujudga keladi. Demak, 3n mana bu holatda namoyon bo'lar ekan. Endi biz 5n to'plamlini qanday qilib o'tkazishimiz mumkin? 5n to'plami esa 2n holatida va 3n holatida o'tadi ko'proq, ya'ni mana bunday holatlar ham kelishi mumkin. n va 4n holatida, lekin ko'p holatlarda mana bunday keladi. 3n to'plamli va 2n to'plamliga ajratishi 5n. Xo'p, endi kelinglar 7n to'plam qanday ajrash haqida gaplashamiz. 7n to'plamli hujayra ko'proq 3n va 4n to'plamini namoyon qiladi. Qanday bo'lishi mumkin? Misol uchun 2n to'plamli, 5n to'plamli bo'lishi mumkin, n va 6n to'plamli bo'lishi mumkin. Lekin ko'proq mana bu holatda keladi. 3n va 4n holatida. Nimaga mana bunday holatida aynan ishonch bilan gapirilayotgan sababini qisqacha qilib tushuntirishga harakat qilib o'taman. Mana bu yerda bo'linayotganda 3,5n va 3,5n bo'lishi kerak. Biz aytdik, stabillashtirish maqsadida, ya'ni barqaror qilish maqsadida buni 0,5 ni yoq bu yoqqa ko'chirdik. Mana boshlab dastavval ham ko'chirganimizda mana bu 3n ni namoyon qiladi. Mana bu esa 4n ni namoyon qilib keladi. Shuning uchun ham 7n ni biz 3n va 4n ni ko'proq keladi deb aytib o'tyapmiz. Agar bizda 9n bo'ladigan bo'lsa, qanday amalga oshadi? Bizda 4n va 5n bo'lib o'tadi. Mana bu holatlarda gametralarni hosil qiladi. 9n ga ega bo'lgan genotipli organizm 4n va 5n li gametralarni hosil qilar ekan muvozanatsiz poliploidida. Xo'p, endi 11n haqida gaplashadigan bo'lsak, 11n ham ikki xil hosil qilishi mumkin. 5n to'plamli gameta va 6n to'plamli gametalarni hosil qilishi mumkin bizda. Mana bunday. Endi biz ko'rib bo'ldik. Gametalar haqida gaplashamiz va bu hokazo ketaveradi. Xo'p, umumiy organizmlar haqida gaplashaylik. Genotipi 3n li organizm. Misol uchun mana bundan boshlaymiz. Xo'p, o'zi 3n li organizmlarda biz reja qo'yganimiz ma'qulroq. Ya'ni mana bu ko'rinishlarda ko'rib chiqamiz gameta olishni. Mana bu ko'rinishda va mana bu ko'rinishlarda ko'rib chiqamiz. Har biridan gameta olib chiqishni. Ya'ni rejamiz asosi mana buni birinchi ko'ramiz gameta olishni, mana bundan ikkinchi ko'ramiz gameta olishni, mana bundan esa uchinchi bo'lib gameta olishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni boshladik. Mana bu organizmdan boshlaymiz. Genotipi o'zi 3n
Bu endi nimalarni namoyon qiladi deb aytib o'tdik. Dastavval uchinchi organizm bo'linganda ikki n to'plamli va n to'plamli gametalarni hosil qilardi. Demak, mana bu organizm uchun gametalari esa 2n to'plamli va n to'plamli bo'lar ekan. Xo'p, demak boshladik. Mana bu organizm 2n to'plamli gametasi qanday ko'rinishlarda bo'lishi mumkin? Mana bunday ko'rinishi mumkin. Mana bunday va mana bunday ko'rinishlarda bo'lishi mumkin emas, chunki tarkibida kichik a yo'q. Demak, bu 2n li gametasiga to'g'ri kelyapti. N li gametasi esa faqatgina mana bu ko'rinishda amalga oshadi. Endi mana bu gametalardan necha xil olinadi, nisbatlari qanday bo'ladi deganni ikki xil usuli bor. Buni ham boshlang'ich bo'lgani uchun geometrik usuli bor buni va tanlab olish usuli bor. 3 ta ani har xil ko'rinishlarda yozib olamiz. Mana bu ko'rinishda, mana bu va mana bu ranglardan foydalanamiz. Uchrash ehtimolligi bu bilan kelishi mumkin. Bu mana bu bilan kelishi mumkin. Bu esa mana bu bilan kelishi mumkin ehtimolligi. Mana bunday. Xo'p. Yana qanday ehtimolligimiz bor? Misol uchun, mana bu bilan kela olmaydi endi. Bu esa bu bilan qaytib kela olmaydi. Bu bilan, bu esa mana bu bilan qaytib kela olmaydi. Bu to'rtburchak geometrik shaklimizda edi. Demak, ketma-ketlik nuqtai nazarini olamiz. Mana bu birinchi, mana buni ikkinchi, mana buni esa uchinchi bo'lib yozar ekanmiz. Demak, ketdik. Birinchi ko'k va qizil rangdagi dominant a'larimiz, ikkinchisi ko'k va qora rang dominant a'larimiz kelish ehtimolligi bor ekan. Va uchinchi toifamizdagi qora rang va qizil kelish ehtimolligi bor ekan. Demak, mana bu organizmlar 3 tadan bitta, mana buni ham 3 tadan bitta, bunisi ham 3 tadan bittani namoyon qilib kelyapti bizda. Xo'p, endi bizda 2n to'plamida faqatgina mana bu holatdagina gameta hosil bo'lishi mumkin edi. Demak, jami bular bunday organizmlar 3 tadan 3 ta hosil bo'lyapti. Bu esa birga teng. Bunaqa organizmlardan olishimiz uchun bizga birga teng bo'lyapti. Ya'ni 3 tadan 2 ta olish ehtimolligi 3 tadan 3 taga to'g'ri kelyapti. Mana buni yozaylik hozir. Tanlab olish usulidan bir foydalanib ko'raylik. Geometrik obraz usuli haqida qisqacha to'xtalamiz. Menimcha adashdim. Umumiy organizmlar, umumiy genlar 3 ta, tanlab olishim kerak bo'layotgani esa 2 ta va bir-biridan farqi, ya'ni bu yerda ko'paytirish bor. 1 ning faktoriali 1 ning o'zi. Buni ishlaymiz. 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1 taqsim ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 1. Mana bu yerda mana bu organizmlar qisqarib ketadi va mana bundan 3 ta organizm hosil bo'ladi. Ya'ni 3 tadan 3 ta. Buni eslab turamiz. Ya'ni nimaga 1 deyilganligi haqida. Endi mana bu organizmda olamiz. 3 tadan bitta a'ni tanlash ehtimolligi 3 ta mana. Mana bu a'ni tanlab olishimiz mumkin yoki mana bu a'ni tanlab olishimiz mumkin yoki mana bu a'ni tanlab olishimiz mumkin. Demak, mana bu organizm uchtadan 3 ta. Mana bu n to'plamli a'ni ham 3 tadan 3 ta tanlab olishimiz mumkin. Demak, bu organizmning genotipi mana bundan bitta tanlab olishi mumkin. Mana bundan esa bitta tanlab olishi mumkin. Mana 3 tadan bittani tanlab olish ehtimolligi mana bu o'zgarmaydi baribir va mana geometrik shakllarda ham ko'rib o'tdik. Xo'p, endi pennet katakchasida bunday organizm qanday bo'ladi? Qanday joylashtiramiz? Mana bu
3 geni bo'yicha dominant organizm 3 geni bo'yicha dominant organizmga chatishtiryapti. Natija qanday? Ya'ni qanday gametlar olishimiz mumkin edi? 2 n to'plamli gameta organizm uchun bo'lganligi uchun va n to'plamli gameta olinadi. 2 n to'plamli gameta xuddi shunday bo'lgani uchun va n to'plamli gametalar olindi bizda. Mana bu organizmning uchrash ehtimolligi 1 ga, mana bu organizmning ham uchrash ehtimolligi 1 ga. Mana shunday ketma-ketlikda Punnett yetakchasini to'ldirib chiqamiz. Ya'ni mana bunga A organizm tushadi, bitta bo'ladi. Mana bunda esa 3 organizm tushadi, bitta. Mana bunda ham 3 organizm bitta. Mana bundan esa 2 organizm bitta. Ya'ni 6 koeffitsiyentlar bir-biriga ko'paytiriladi. Buni bilish uchun mana bunday holatlarda ko'ramiz. Ya'ni 3 organizm qanday gametalar bergan edi? 2n va n to'plamli gameta bergan edi. Kelasi ham 2n deb yozaylik. n va n to'plamli gameta. Endi n bilan n kelish ehtimolligi bor. Demak, 4 organizm hosil bo'lishi mumkin ekan bundan. n va n organizm kelishi mumkin bizda. Demak, 2 organizm ham hosil bo'lishi mumkin va n 2n bilan birga kelishi mumkin. Demak, 3n organizm hosil bo'lishi mumkin ekan. Demak, mana bu barcha toifasi olin 4nli, 3nli va 2n toifali o'simliklar. Buni masala ko'rganimizda alohida gaplashamiz. Xo'p. Endi bizda 2 belgisi bo'yicha dominant, 1 belgisi bo'yicha resessiv organizmda haqida, organizmdan qanday gameta olish haqida gaplashamiz. Bu o'z navbatida bizga berar edi 2n va n gametalar, diploid va haploid to'plamli gametalar berish kerak. Qanday diploid gametalar beradi desa, mana bunday diploid gameta berishi mumkin, mana bunday berishi mumkin va mana bunday holatida endi bera olmaydi. Sabab bitta A geni bizda yetishmasligi sababidan. Xo'p, bular 2n to'plamli bo'ldi. Mana bu kelasi. Endi qanday n to'plamli gameta berish mumkin? A turdagi n to'plamli gametani berish mumkin va kichik a turdagi gametani berishimiz mumkin. Biz buni xo'p geometrik obrazlardan ko'rib ko'ramiz birinchi. Xo'p. Demak, qanday harflar bor? Mana bu bo'lishi mumkin. Mana bu va kichik a bor ekan. Uchrash ehtimolligi. Bu bilan kelishi mumkin. Bu mana bu bilan kelishi mumkin. Bu esa mana bu organizm bilan kelishi mumkin. Demak, chalkashmalik sababdan yozib olamiz. 1, 2, 3. Demak, birinchi turdagi ko'k va qizil dominant a'lar ehtimolligi. Xo'p, ikkinchisi qizil va kichik qora rang a uchrash ehtimolligi. Qora rang va katta a genining uchrash ehtimolligini topamiz. Ya'ni bular diploid uchun topilyapti. Diploid nomli gameta uchun topilyapti. Xo'p, mana bunday ketma-ketlikda kelishi mumkin ekan bizda. Xo'p, endi bunday organizmlar 3 ta olindi, 3 tadan bitta chiqyapti. Aynan shunday. Mana bunday organizm 3 tadan aynan mana bunaqa ko'rinishdagi organizmni beryapti. Mana bu kelasi rang jihatdan o'xshab qolibdi, boshqa tekshirib qo'yamiz. Mana bu ko'rinishda, a bu ko'rinishda, mana bu esa biz chalg'it aytgan narsa ko'k rangda bo'lishi kerak. Shuning uchun ham aynan shunaqasi 3 tadan bitta olinadi. Endi bizda katta a genli organizmlar qaysilar? Faqatgina mana bu. Bular 3 tadan bitta olinyapti. Katta a kichik ali organizmlar esa mana bu, mana bu. Buni qo'shadigan bo'lsak, bu organizmlar 3 tadan 2 ta olinar ekan.
Demak, biz buni nisbatlaydigan bo'lsak, mana bunaqalardan 3 tadan bitta tanlab olishimiz mumkin ekan faqat. Mana bulardan esa 3 tadan 2 ta tanlab olishimiz mumkin ekan. Buni hali beri nisbatlamaymiz, chunki mana bu yerda kichiklari ham bor. Endi kichiklarini qanday olamiz? Masalan, A genining tanlab olish ehtimolligi 3 tani ichidan qanday bo'ladi? Mana bunday holat tanlab olishimiz mumkin. Ko'k A holati, mana bunday holatda tanlab olishimiz mumkin. Demak, ikki xil ko'rinishda va kichik A genini necha xil tanlab faqat mana bu ko'rinishda tanlab olishimiz mumkin. Demak, kichik A kelishi, katta A kelishi 2 ta, kichik A ning kelish ehtimolligi esa 1 ga teng ekan. Buni endi mana bu holatda nisbatlasak bo'lar edi, agar 1 bo'lmaganda. Xo'p, endi buni geometrik shakllarda hisobladik. Biz ishonch hosil qilish uchun o'zimizni ishonchliroq bo'lgan, mana bu ham ishonchli, lekin tekshirish maqsadida ikkinchi usuldan foydalanib qo'yamiz. Ehtimollik topish formulasi, ya'ni ikki enli organizmlardan ehtimollik topyapmiz. Qanday deydigan bo'lsa, A'lar buni topish shart emas, ya'ni 3 ta organizmdan faqat bir xil usul tanlab olish mumkin. Endi mana bu ikkita organizmdan bittani qanday tanlab olish mumkin deydigan bo'lsak, mana buni o'chiramiz. Ya'ni aynan shu holatda chiqish kerak. Qisqacha qilib yozib qo'yamiz. Aynan shu holatda chiqsa, geometrik obraz ustidan to'g'rishlagan bo'lamiz. Ikkitadan bitta tanlab olishimiz aniq. Mana bu ham katta, ham kichik A bo'lgancha alohida hisoblaymiz deganmiz. Katta A nikini yozamiz. Ehtimollik topish. Umumiy ikkita A bor. Buni bittasidan tanlab olyapmiz va farqi esa mana bu ko'paytirilgan 1 faktoriyalga. Xo'p, buni ishlaydigan bo'lsak, quyidagicha bo'lishi mumkin. 2 ko'paygan 1 taqsim 1 va 1 ning faktori o'zi chiqadi baribir, demak 2 ta. Mana bu organizmimizdan bizda 2 ko'paytirilgan bo'lishi mumkin va kichik A'dan bitta kichik A'dan bitta kichik A'ni tanlab olish ehtimolligi albatta 1 ga teng bo'ladi. Va mana buni ham tanlab olish ehtimolligi 2 tadan bitta tanlab olish 2 ta chiqyapti mana. Va kichik A'ni tanlab olish ehtimoli ham bitta. Demak, biz to'g'ri ishlayapmiz tanlab olish usuli bo'yicha ham, geometrik obrazlar usuli bo'yicha ham. Xo'p, keyingisi 1 belgisi bo'yicha dominant, qolgan belgilar bo'yicha resessiv triploid o'simlikdan gameta olish haqida gaplashamiz. Ya'ni bu bizga qanday gametalarni berar edi? 2nli va nli gametalar berar edi. Xo'p, biz olamizki 2nli gametalardan qanday? Mana bunday organizmni olish imkoni yo'q endi, chunki bitta dominant A gen yetishmaydi. Mana bu ko'rinishda va mana bu ko'rinishda olishimiz mumkin endi va shu yergacha bo'lgan gametalar 2n to'plamli namoyon qilyapti. Endi n to'plamli gametalar mana bu ko'rinishda va mana bu ko'rinishda bo'lishi mumkin bizda. Xo'p, yana birinchi usulimiz bo'lgan geometrik obrazlarga yuzlanamiz. Ya'ni geometrik obrazlarda qanday yozib olishimiz mumkin? Mana bu ko'rinishda, mana bu ko'rinishda va nari kichik A'ni bu ko'rinishda yozib olishimiz mumkin. Uchrash ehtimolligi mana bu bilan kelishi mumkin. Kichik A'lar mana bu holatda va mana bu holatda. To'yburchaklardan har biridan 2 tadan 3 tadan sterelga chiqarkan, agar geometrik obrazda 3 ta bo'ladigan bo'lsa 2 tadan chiqarkan deb tushunib olishimiz mumkin. Chunki mana bu bilan kela olmaydi, bu qarshi bilan kela olmaydi, bu tomonga hech qanaqaga tushish imkoniyati yo'q. Har biridan 2 tadan sterelga chiqarar ekanmiz. Xo'p. Adashmaslik nuqtai nazaridan mana yerga 1 qo'yib ketamiz. Mana bu yerga 2, bu yerga esa 3. Demak, birinchisini yozdik. Hop, kichkina A qora rang. Mana yozamiz. Uchinchisi qora rang va ko'k A qilib yozamiz. Hop, aynan mana bu genotipdagi organizm 3 taning ichidan bitta, mana bu ham aynan 3 taning ichidan bitta, bu ham 3 taning ichidan bitta. Endi o'xshashlarini topib chiqishimiz kerak. Mana bu holatidan organizmlar nechta? Katta kichik holatidan organizmlar 2 ta. Mana bu va mana bu.
Demak, organizmlar bu holatida katta A kichik holatidan 3tadan 2ta olishimiz mumkin ekan. Kichik a ikkinli to'plamimizda esa mana bu holatda 3tadan 1ta organizm olishimiz mumkin. 3tadan 1ta. Demak, katta A kichik ali organizmlardan 2ta olishimiz mumkin ekan, kichik a kichik ali organizm 1ta olishimiz mumkin ekan. Xo'p, buni to'g'ri oldik, chunki tepada ham ana shunday ketgan edi. Mana bundan mana 2ta olinyapti. Xo'p. Endi hali bu nisbat emas. Mana bu geometrik obrazlardan har bir birinchi, ikkinchi, uchinchi organizmlar 3n'dan 2n to'plamli organizm olish uchun edi. Endi kichik bitta a va kichik a ga uchrash ehtimolligi. Mana bu a ni biz o'zi bitta, faqat bir xil usulda tanlab olishimiz mumkin. Demak, mana bundan bitta chiqar ekan. Endi kichik a, nechta kichik a bor bizda? 2ta. Qizil kichik a usulida tanlab olishimiz mumkin va qora rang ikki xil usulda tanlab olishimiz mumkin ekan bizda. Mana bu holatda. Demak, ehtimollik bo'yicha yuzlanamiz, ya'ni 2n ehtimolligi bo'yicha topib chiqishimiz kerak. Ikkinli gametalarni ehtimolligi. Bizda katta a ni topishimiz shart emas, chunki o'zi bitta. Mana bu yerga to'g'ri chiqish maqsadida yozib qo'yamiz. Demak, 2 1 1 ikkili organizm olishimiz kerak ehtimollik nazariyasi bo'yicha ham. Xo'p. Mana bu yerda ehtimollik katta a ga shart emas. Bitta a dan faqat mana bu ko'rinishda olishimiz mumkin. 1 ko'paytirilgan endi a. 2tadan olishim kerak bitta, 2dan 1 da ayirib qo'yamiz. Ko'paytirilgan 1 ning faktorialiga. Demak, ko'paytirilgan 1 ning faktoriali 1 ga teng. Demak, bizda ikkita organizm olinyapti. Demak, mana bu holatida va 2ta a dan mana bu 2ta ni tanlab olish usulimiz bir xil bo'ladi. Ya'ni mana buni ham bir marta boshqa foydalanib, mana ikkita resessiv gamma zigot a chiqarib bo'lmaydi. Mana bu holatda faqat bitta, mana buni tanlab olishimiz mumkin. Mana buni esa ikki xil usulda tanlab olishimiz mumkin. Yakkali holatida, qizil a holatida bir marta va qora rang a holatida yana bir marta, jami 2 marta tanlab olishimiz mumkin. Bizda to'g'ri 2 1 2 1 chiqadi. Mana buni faktoriyaliga qo'yadigan bo'lsak, ya'ni ehtimollik nazariyasi umumiy 2ta, undan bitta, mana bu a ni o'zini tanlab olishim kerak. Ko'paytirilgan farqi esa 1 ga teng. 2 ning faktoriyali 2 ko'paygan 1 faktoriyali o'zaro 1 ga teng. Unda ahamiyatsiz va 2 chiqyapti mana. Haqiqatan ham geometrik obrazlar va ehtimollik nazariyasi to'g'ri ishlab ketyapmiz ekan. Xo'p, keyingi 3n'li organizmimiz bizda barcha belgilari bo'yicha resessiv organizm. Ya'ni bundan qanday organizm olishimiz mumkin? 2n'li gameta va n'li gameta olishimiz mumkin. 2n'li gametalarimiz bizda qanday? Faqatgina katta a kelish ehtimolligi bizda yo'q umuman. Faqatgina ikki holatida kichik a kelishi mumkin. N'li gameta ham faqatgina a usulida olish mumkin. Geometrik obrazlardan foydalanamiz, shakllardan. Demak, a mana bu holatida va mana bu holatda kelishib uchrash ehtimolligi. Mana bu bilan kelishi mumkin. Buni uchrash ehtimolligi esa xo'p, bu yerda qisq ketdi. Bu bilan kelishi mumkin. Bu esa mana bu bilan kelishi mumkin. Demak, birinchi, ikkinchi, uchinchi xil haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi o'rinda mana buni olamiz. Ko'k va qizil a'lar kelish ehtimolligi, qizil va qora rang a'lar kelish ehtimolligi, qora rang va ko'k a'larning kelish ehtimolligi. Aynan shunday genotipli organizmdan bitta chiqadi, ya'ni ko'k va qizil. Qizil va qora rangli a'lardan 3tadan bitta chiqadi. Mana bu holatda 3tadan bitta chiqadi. Umumiy qo'shadigan bo'lsak, a'li organizmlar hammasi, mana bu ham a, mana bu ham a, mana bu ham a. Demak, bunaqa organizmlardan 3ta olinar ekan. Mana bundan ham 3ta, ya'ni 3 xil genotipli, 3 xil genli a'dan, ya'ni har xil turda ko'k,
qizil, qora rangdan 3 xil usul tanlab olish mumkin. Ko'kli ani bir marta chiqarishimiz mumkin, qizilli bir marta va qora rangli ani bir marta chiqarganimizda bundan ham 3 marta olinadi. Demak, bularning nisbati eng kichik butun sonlar nisbatida ishlatishimiz kerak. 1 va 1 nisbatlarini namoyon qilib o'tadi bizga. Ehtimollik topish formulasidan foydalanamiz isbotlash maqsadida. Ikki enli organizm A'ni ehtimolligini topamiz. Umumiy 3 ta tanlashimiz kerak bo'lgani 2 ta ko'paygan 1ning faktoriali, ya'ni bir o'zaro farq. 3ning faktoriali, ya'ni 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 2ning faktoriali 2 ko'paygan 1 ko'paygan 1ning o'zi. Demak, mana bular bizda qisqarib ketib 3 ta organizm qoladi. Endi mana bu o'rnalmashadi xolos. Umumiy 3 ta A'dan bittasini tanlab olamiz, farqi esa 2 taga. Bu ham 3 ta chiqadi. Demak, nisbat 1 ga 1 ekan. Endi keyin gaplashishimiz kerak bo'lgani 4 geni bo'yicha dominant, 1 geni bo'yicha resessiv genotipli organizmni ko'rib chiqamiz. 4 belgisi bo'yicha dominant, 1 belgisi bo'yicha resessiv. Mana bu organizm 5 to'plamli. Qanday organizmlar namoyon qiladi desa, 3n va 2n namoyon qiladi. Demak, birinchi 3nli qanday organizmlar namoyish qilishini biz ko'rib chiqamiz. Barchasi dominant holatida qilishi mumkin. Ikkita dominant, bitta resessiv holatda, bitta dominant, ikkita resessiv holatda qila olmaydi. Sabab bitta resessiv kichik A ga yetishmaydi. Endi keyingisi diploid to'plamli qanday gametlar bizda hosil qilishi mumkin deydigan bo'lsak, dominant A holida katta A kichik A holatida qilishi mumkin va o'z o'rnida kichik A holatida qila olmaydi, sabab bitta kichik A bizda yo'q. Demak, jami bo'lib 4 ta gametlar hosil qilar ekan va bular necha xildan hosil bo'lishini tanlash usulidan foydalanamiz. 3nli organizmda ehtimolligi A'ni tanlab olamiz. Ya'ni 4 ta A genidan tanlab olamiz. 3 tasini bularning faktoriga keltirilgan 1 qisqarib ketadi. 4 tadan 3 ta A'ni tanlash ehtimolligi bizda 4 ga to'g'ri keladi. Endi bunda faqat dominant a'lo bo'lgani uchun nimadir ko'paytirilmaydi. Endi mana bunda ko'ramizki, alohida dominant genlarni va alohida resessiv genlarni kombinatsiyasini ko'rib chiqishimiz kerak. Xo'p, hali ham 3ndamiz. Ehtimollik topishimiz kerak A genidan. Xo'p, mana bunda qanday kechadi? Ya'ni umumiy holatda 4 ta organizmimiz bor. Biz tanlab olishimiz kerak mana bu 2 tani va bularning o'zaro farqi esa 2ning faktoriali deb gaplashganmiz. Biz hisoblab chiqamiz. 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1 2 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 2ning birinchisi 2 ko'paytirilgan 1. Xo'p, mana bu ikkilar o'z o'rnida qisqarib ketadi. Birlar ahamiyatsiz, tepada esa 2 qoladi. Umumiy holatda 6 ta. Demak, 6 ko'paytirilgan bitta A'dan bitta kichik A'ni tanlash ehtimolligi ham 1 ga teng. Endi mana buni ko'ramiz. N to'plamli organizmlardan ehtimollik topish uchun katta A'ni topaylik. Birinchi N organizmlardan umumiy katta A'lar sonimiz bizda 4 ta. 4ning faktoriali. Tanlab olishimiz kerak bo'lgani esa 2 tani tashkil qiladi bizda. Xo'p, umumiy holatda bularning o'zaro farqining ham faktoriali kerak bizga. Demak, buni ishlaydigan bo'lsak 4 ko'paytirilgan 2 esa hech narsa qilmaydi. Endi xo'p, organizm 2 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1 ni bizga beradi. Xo'p, bularni qisqartirib tashlaydigan bo'lsak, mana bu 2lar qisqarib ketadi. Mana bu 2 qisqarib tepada 2 qoladi va kera 3 bizda 6 ni beradi. Demak, mana bu organizmlarimiz ham bizda 6 tani tashkil qilar ekan. Endi
kichkinasini alohida pastda hisoblab topamiz. Hali ham gaploy to'plamli katta A'ni hisoblaymiz. Aynan bittaligi haqidaligini. Umumiy 4 ta organizmimiz bor. Undan bitta A'ni tanlab olishimiz kerak va ularning o'zaro farqi 3 ga teng. 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1. 1 ning faktoriali ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1 ni tashkil qiladi. Endi buni qisqartirib yuboramiz. Mana bu 3 lar o'zaro, 2 lar o'zaro qisqarib ketadi. Mana bu organizmimiz 4 qoladi. 4 ko'paytirilgan bitta A bor, uni bittani tanlash ehtimolligi 1 ga teng. Endi mana bu organizmlar 4 ta, 6 ta, 6 ta, 4 ta. Endi mana bu holatda qolmaydi. Eng kichik nisbatan son topsak bo'ladi. Mana bu 2 ga qisqartiramiz hammasini. 2, mana bunda 3, bunda 3, mana bunda esa 2 qoladi. Qachonki biz 4 geni bo'yicha dominant, bir belgisi bo'yicha resessiv organizmlarni o'zaro tashdirilayotganimizda pennetga quyidagicha solamiz. Demak, bizda qanday gametalar olinyapti? Birinchi 3n gametalar olinyapti mana bu ko'rinishda. Va mana bunday ham olinyapti va 2nli gametalar mana bu va mana bunday ko'rinishda. Hop. Endi bularni uchrashish chastotasi 2, 3, 3, 2 deb belgiladik. Eng kichik butun sonlar nisbatida 2, 3, 3, 2. Hop. Tepada ham ana shunday ketadi mana bu organizm. Buni holatida 2nli organizmlar olinyapti. Mana bu holatda. Endi bularning ham koeffitsentlari mana bu holatda bo'ladi. Endi buni yozganimizda mana bu 6n to'plamli gameta hosil qiladi bizda. Xo'p, koeffitsiyenti esa 4 ni bizga namoyish qilib aytib beradi. Ya'ni buni qanday hisoblab topamiz? 6n bo'ladimi? 4nli organizmlar chiqadimi? 5nli organizmlar chiqadimi? Mana bunda sal osonroq chiqadi. Ya'ni 5nli ikkita organizmimiz bor edi bizda. Ular 3n to'plamli va 2n to'plamli gametalar hosil qilishdi. 3n to'plamli va 2n to'plamli gametalar mana. Xo'p, endi 3n bilan 3n kelish ehtimolligi bor bitta bizda. Demak, 6nli organizm hosil qilsak bo'lar ekan. 2nli organizmlar kelish ehtimolligi bor ekan bizda. Demak, 4nli organizm hosil qilish mumkin va 2n bilan 3nli organizmlarimiz ham kelishi mumkin. Demak, 5nli. Yana qanday 2n bilan 3n kelib ham bo'ldi, 2n bilan 2n ham kelib bo'ldi, 3n bilan 3n ham kelib bo'ldi. Demak, bizda jami 3 toifadagi genotip o'smalar olinar ekan. Ya'ni 6n, 4n va 5nli. Xo'p, demak buni yakunladik. Keyingisi bizda 3 geni bo'yicha dominant, 2 geni bo'yicha resessiv organizm bo'ladi. Geni bo'yicha resessiv mana bu organizm 5n bizda hosil qiladi 3nli gameta va 2nli gameta. Buni ko'rib chiqdik. Endi oldin 3nli bizda qanday gametalar olishligi haqida gaplashib o'taylik. Mana bu 3n holatida, ya'ni 3 ta katta dominant A holatida gameta olishimiz mumkin. Ya'ni 3 ta mana bu yerda A'lar soni yetadi. Endi bittadan dominant genlar sonini kamaytirib ketamiz. Ya'ni bitta A yetadimi? Yetadi. Demak, mana bu holatda A'lar 2 ta A yetadi. Demak, endi 3 ta resessiv A olishimiz uchun bizda imkoniyat yetarli emas. Sababi bitta resessiv A bizda yetishmaydi.
Endi diploid to'plamli geometriyalar olish haqida gaplashamiz. Ya'ni diploid to'plamli geometriyalar olganimizda bizda qanday bo'lishi mumkin? Mana bu holatda kelishi mumkin. Dedan keyin o'tib ketamiz. Mana bu holatda ham kelishi mumkin. Va endi mana bu holatda ham kelishi mumkin. Barcha turdagi diploid geometriyalar olishga imkonimiz yetarli bo'ldi. Xo'p, endi ehtimollik topish formulasidan foydalanamiz. Ehtimollik topish uchun mana bu bizda nechini beradi? Ya'ni 3 ta dominantdan 3 tasini ham tanlab olish ehtimolligi bizda 1 ga teng. Mana bu yerda topamiz. Jami 3 ta organizm, tanlab olinayotgan organizmlarimiz ham 3 ta va o'zaro bir-biridan farqi bor edi. U esa 0 ning faktoriali bo'ladi. 0 ning faktoriali 1 ga teng. 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 1. Birni bizda ahamiyati yo'q. Hop, bizda mana bu 2 lar qisqarib ketadi, 3 lar qisqarib ketadi. Mana qisqargan natijasi 1 qoladi. Natija ham 1 ga erishamiz. Hop, endi keyingisi mana bu yerda alohida hisoblab topishimiz kerak. A genlarni va kichik a genlarni. Ehtimollik topishimiz kerak. A genlar bo'yicha umumiy genlarimiz soni A larda 3 ta, biz tanlab olinayotganlarimiz 2 ta va bularning o'zaro farqi 1 ning faktorialiga teng. Xo'p, demak, hisoblaganimizda 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 1. Demak, bularning o'zaro farqini gaplashadigan bo'lsak, mana bu yerlarda 1 qoladi va buni tanlash ehtimolligi bizda 3 ga teng. Birlar ahamiyatsiz bo'lmaganligi sababli. Demak, 3 ko'paytirilgan deb turamiz va ikkitadan bittani tanlash ehtimolligi esa 2 ga teng. Buni mana bu yerda ko'rib chiqamiz. Xo'p. Mana bu yerga yozordik. Ehtimollik kichik a topish uchun bizda jami a lar 2 ta umumiy genlar va biz bittasini tanlab olishimiz kerak. 1 faktoriali va ko'paytirilgan 1 ning o'zi. Demak, bunaqadan 2 ta chiqargan o'z-o'zidan. Demak, 3 tadan bittani tanlab olish ehtimolligi mana bu holiga to'g'ri keladi. Ya'ni mana bu 1 ga to'g'ri keladi, farqi esa 2 ga to'g'ri keladi. Demak, mana bu yerda mahraj o'zgarmasligi sababli 3 chiqadi. 3 ko'paytirilgan 2 ta a dan 2 ta a ni o'zini tanlash ehtimolligi esa 1 ga teng. Mana bu holatda juda keladi. Endi 3 tadan 2 tasini tanlash ehtimolligi. Biz mana bu yerda ko'rib chiqdik. Mana 3 tadan 2 tanlash ehtimolligi 3 ga teng kelar ekan. Va bu yerda 3 tadan bittasini tanlab olish ehtimolligi ham mana bu yerda 3 ko'paytirilgan 2 tadan bittasini tanlash ehtimolligi 2 ta. 2 ta a dan bitta a tanlash ehtimolligi esa bizga 1 ga teng. Xo'p. Bularni endi eng kichik butun sonlar nisbatida yozishimiz kerak. Mana bu yerda 1 chiqib qolyapti. Demak, hech qanaqangi qisqartirish imkoniyati yo'q. 6, mana bu yerda 3, 6, 1 nisbatlarida hosil bo'lar ekan. Bizning nisbatimiz. Xo'p, mana bu yerda 3 tadan 2 tasini tanlab olish ehtimolligi haqida tushunlang deb o'ylayman. Ya'ni mana bu o'sha formula. 3 ta a geni bor, 2 tasini tanlab olyapmiz. Farqi 1 ga teng, mana 3 chiqyapti. Keyingisi 3 tadan bittasini tanlash ehtimolligi, mana buni o'rnini almashtirib qo'yamiz deb gaplashdik. Mana bu holatda bo'lib qoladi. 3 ning faktoriali taqsim 1 ko'paytirilgan 2 ning faktoriali. O'rnini almashadi xolos. 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 1 ning faktoriali o'zi 2 ko'paytirilgan 1 qilib qo'ysak, mana bular qisqarib ketadi. Natijada hop. Hozir mana bu yerda 3 qolyapti. Endi kichik a ni tanlash ehtimolligi 2 xil rang bilan belgilaydigan bo'lsak, ani mana bu rang va mana bu rangdan ikkalasini tanlab yo qora rang yoki ko'k yashil a ni tanlab olishimiz bu esa 2 ga to'g'ri keladi. Eng kichik butun nisbatlar ko'rinishida hop 1 6 3 3 6 1 nisbatda bizga ko'rinar ekan. Keyingisi 2 geni bo'yicha
dominant 3 geni bo'yicha resessiv organizmlarni ko'rgan bo'lamiz. Demak, 2 geni bo'yicha dominant, 3 geni bo'yicha resessiv, 5 n to'plamli organizm. Bular bizga 3nli va 2nli gametalarni taqdim etadi. Demak, birinchi o'rinda 3nli gametalarni yozamiz. U xohishlaring. Qaysini yozish? Xo'p. Mana bu yerda organizmlarni gaplashar ekanmiz. 3nli organizmlarni. Biroz so'qinchiroqga e'tibor bermaymiz. Xo'p. Mana bu holatda kelishiga imkon endi yo'q, chunki bitta dominant agen yetishmaydi. Mana bu holatda kelishi mumkin va mana bu holatda ham kelishi mumkin va uchalasi ham resessiv organizm kelish ehtimolligi manida bor va kutildi ham. Endi 2nli organizmlar bizda qanday olinadi? Mana bu kelishiga imkon bor, mana bu ham kelishiga imkon bor va kichik a'lar kelishiga ham imkon bor. Demak, ehtimollik topish formulasidan foydalanamiz. Ya'ni mana bunda ikkitasi har xil organizm ekan. Buni topayotganimizda mana bu holatida ikkitadan bittasini tanlash ehtimolligimiz bizda 1 ga teng ko'paytirilgan. Xo'p, 3 tadan bittasini tanlash ehtimolligi esa 3 ga teng. Buni ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda ehtimollik kichik a qilib umumiy genlar soni 3 ta. Tanlab olishimiz kerak bo'layotgani mana bu bitta ko'paytirilgan 2 ning faktoriyaliga. Hop, mana bu ko'rinishda hozir endi qisqartiramiz. Ikkilar qisqarib ketdi, birlar o'z o'rnida qisqarib ketadi. Bizda ahamiyatsiz va 3 ko'rinishda namoyon bo'lar ekan, mana o'sha 3. Endi 2 tadan bittani tanlash ehtimolligi 2 ta, 3 tadan 2 tani tanlash ehtimolligi esa 3 ga to'g'ri keladi. Xo'p, buni ko'rib chiqamiz. Mana bu esa 2 ta, bu esa 3 tani tashkil qiladi. 3 tadan 3 tani tanlash ehtimolligi bizda 3 ga teng. 2 tadan bittani tanlash ehtimolligi 1 ga teng. 2 tadan bittasi 2 ta. Mana buni tanlash ehtimolligi 3 ga teng. Mana bu esa 3 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi isbotlab qo'yamiz. Mana bu aniq. 2 tadan bittasi ham aniq. Xo'p, 3 tadan bittasini tanlab olish ehtimolligi ham 3 ga teng. Mana bu ko'rinishda bo'ladi bizda. 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 1 ning faktoriyali ko'paytirilgan 2 ning faktoriyaliga. Bu ikkilar faktoriyal emas, uzr. Lashib ketgan holatda mana 3 ko'rinish namoyon bo'lyapti. Endi 3 tadan 2 tani tanlash ehtimolligi ham 2 ta. Buni formulaga solmasdan mana bunday ko'rinishda ham chiqarsa bo'ladi. Bitta, ikkita, mana buni kelish ehtimolligi 3 ta. Demak, bizda eng kichik butun sonlar nisbati kerak. Eng kichik butun sonlar nisbati quyidagicha bo'ladi. Demak, mana bu organizm 3 ta, 6 ta, 3 ta, bitta, 6 ta yu 3 ta organizm olinyapti. Bu organizmlar tarkibida nisbati birlik ham bo'lgani uchun biz buni qisqartirib ola olmaymiz mana bu ko'rinishda. Demak, pennetga joylashlik haqida ham sizlarda ma'lumot bor, uni joylamaymiz. Keyingisi, hop, 1 geni bo'yicha dominant, 4 geni bo'yicha resessiv genotipli organizm haqida gaplashamiz. 5nli. Bu bizga 3nli va 2nli gametalarni taqdim etadi. Hop, 3nli gametalarni yozib chiqamiz mana bu yerda. Qanday holatlarda, qanday ko'rinishlarda kelishi mumkin? Mana bu ko'rinishda keladi faqat va endi mana bu ko'rinishda keladi. 2nli organizmlar mana bu yerda faqatgina mana bu ko'rinishda va mana bu ko'rinishda bizga namoyish qiladi. Endi mana bu yerda dominant A va resessiv A'lar ikki xil allellar ishtirok etyapti, o'zaro allellar. Shuning uchun alohida hisoblab topishimiz kerak. Bittadan bittani topish ehtimolligi 1 ga teng ko'paytirilgan. Endi ehtimollik kichik A'ni topamiz.
umumiy a'lar soni 4 ta, tanlab olgan organizmlarimiz 2 ta va ularning o'zaro farqi 4 ko'paytirilgan 3 bitilgan 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1. Demak, bularni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, mana bu ikkilar qisqarib ketadi. Mana bu bilan bu qisqarib ketadigan bo'lsa, tepada 2 va 6 ta qoladi. Ko'paytirilgan 6 to'rttadan 2 tani tanlash ehtimolligi 6 taga teng. Endi 4 tadan 3 tani tanlash ehtimolligi qanday? To'rt ko'paytirilgan 3 2 1 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 1 1ning faktoriali 1ning o'zi. Endi mana buni qisqartiramiz. Birlar ahamiyatga ega emas. Bu yerda hop 3lar qisqarib ketadi, 2lar ham qisqarib ketsa, mana bu organizmdan 4 ta olinar ekan. Endi bitta a'dan bittani tanlash ehtimolligi 1 ga teng. Mana bu 4 tadan bittani tanlash ehtimolligi esa 4 ga teng. Biz buni mana bu yerda ko'rib chiqdik. Oxir natijasida 4 chiqyapti. Endi 4 tadan ikkitasini tanlash ehtimolligi mana bu yerda ko'rindi. Demak, bu organizmlardan 6 ta chiqargan. Ularning o'zaro nisbati mana bu 6, 4, 4 va 6 chiqadi. Eng kichik butun sonlar nisbatida qisqartirishimiz mumkin. Mana bu 2 ga bo'ladigan bo'lsak 3, 2, 2 va 3 ko'rinishda bizga namoyish qiladi. Va bizda so'nggisi qolyapti. Beshala belgisi bo'yicha ham resessiv 5 n to'plamli organizm. Bizga 3 n to'plamli va 2 n to'plamli gametalarni taqdim etadi. Ya'ni 3 n to'plamli gametalar faqatgina mana bu ko'rinishda, 2 n to'plamli gametalar esa faqatgina mana bu ko'rinishda bo'ladi. Endi ehtimollik topish bo'yicha yozamiz. Umumiy 5 ta organizmdan tanlab olishimiz kerak bo'layotgani 3 ta va bularning o'zaro farqi 5 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 va 1. 3 ko'paytirilgan 2 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1. Endi qisqartirib yuboramiz. Mana bu 3lar o'zaro qisqarib ketadi. Mana bu 2lar o'zaro qisqarib ketadi. Tepada 2 qoladi. Mana bundan 10 ta organizm beriladi bizga. Endi 5 dan 2 tani tanlash ehtimollik ham 10 ta. Mana bu 2 bilan 3 ning 10 dan almashib qoladi. Natijada bularning haqiqiy butun sonlar hop nisbati 1 ga 1 bo'lar ekan. Endi keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgani 7 nli organizmlar. Hop, bunday organizmlar bizda qanday genotipli organizmlarni ko'rib chiqsak bo'ladi va qanday kelishi mumkin? 7 nli organizmlarni qanday ko'rishimiz mumkin? 5 tala belgisi, ya'ni 7 tala belgisi bo'yicha ham dominant holatida kelishi mumkin. 6 geni bo'yicha dominant, 1 geni bo'yicha esa resessiv holatida kelishi mumkin yoki 5 geni bo'yicha dominant, 2 belgisi bo'yicha resessiv, 4 belgisi bo'yicha dominant, 3 belgisi bo'yicha resessiv holatida kelishi mumkin yoki 3 belgisi bo'yicha dominant, 4 belgisi bo'yicha resessiv yoki 2 belgisi bo'yicha dominant, 5 ta belgisi bo'yicha resessiv holatda, 1 belgisi bo'yicha dominant, 6 belgisi bo'yicha resessiv holatda kelishi mumkin yoki umumiy holatda 7 tala belgisi bo'yicha ham resessiv holatda kelishi mumkin. Mana bu organizmlar. Endi bu organizmlarni yuqoridagi shablon asosida ko'rib chiqsak bo'laveradi. Qiyinchilik tug'dirmaydi degan umiddaman. Mana bu organizm misolida bitta ko'rib qo'yamiz. 5, 6 va 1 belgisi bo'yicha resessiv. Mana bu organizm 7n va bizga 4n to'plamli va 3n to'plamli gametalarni taqdim etish kerak. Birinchi 4n gametalar qanday bo'lishi mumkin?
faqatgina mana bu ko'rinishda kelishi mumkin yokida mana bu ko'rinishda kela oladi. Endi yana bitta kengaytirib mana bunday holatda kelishiga imkon yo'q. Sabab bizda bitta resessiv kichik a yetishmaydi. Keyingisi 3 enli organizmlarning kelishi ehtimolligi quyidagicha bo'lishi mumkin. Mana bu holatda kelishiga imkon bor, mana bu holatda ham kelishiga imkon bor. Lekin mana bu holatda kelishiga imkon yo'q. Demak, ehtimollik topish formulasidan foydalanamiz. Umumiy 6 ta organizm bor bizda, 6 ta gen bor. Tanlab olinayotgani 4 ta, ularning farqi esa 2 ning faktoriyaliga teng. Buni ishlaydigan bo'lsak, bular o'zaro qisqarib ketadi. Mana bu ikkilar o'zaro qisqarib ketadi. Uchlar o'zaro qisqarib ketadi. To'rtlar qisqarib ketadi. Va 2 bilan 6 qisqarib ketadigan bo'lsa 3. Mana bu organizmlar 15 ta olinar ekan. Endi ehtimollik topamiz. Umumiy 6 ta organizmdan 3 tasini tanlash ehtimolligi qancha? Ko'paytirilgan 5, ko'paytirilgan 4, ko'paytirilgan 3, 2 va 1. Xo'p, 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1, 3, 2 va 1. Bularni endi o'zaro qisqartiramiz. Bizda mana bu 2lar, mana bu 3lar, mana bu 2 bilan 4 qisqarsa 2, 3 bilan 6 qisqaradigan bo'lsa tepada 2 qoladi. Bizda boshqa qisqartiradigan qolmadi. 2lar qisqardi, 3lar 2 bilan 2 qoldi, 3 bilan 6 qisqarib 2. Demak, mana bu organizm soni 20 marta chiqar ekan bizda. Tanlab olish ehtimoli. Bittadan bittani tanlash ehtimoli ham birga teng bo'lib yozib o'tirmadim. Mana bu organizmlar hozir ko'rib chiqdik, 20 marta chiqar ekan. 4 tadan 3 tasini tanlash. Yerda bizda 6 ta organizmdan 2 tasini tanlab olish ehtimolligi bo'lishi kerak mana bu yerda. 4 ning faktoriyaliga to'g'ri keladi. 6 ko'paytirilgan 5, ko'paytirilgan 4, 3, 2 va 1. Ko'paytirilgan 1, ko'paytirilgan 4, ko'paytirilgan 3, ko'paytirilgan 1. Mana buni biz qisqartirib yuboramiz. 2lar, 3lar, mana bu yerda 4lar qisqarib ketadi. Mana bu yerda 3 va 15 ta organizm qolar ekan. Ular eng kichik butun hisoblar nisbatida emas. Ularni har birini 5 ga qisqartirib yuborsak bo'ladi. 5 ga qisqartirib yuborsak mana bu 3, 4, 4 va 3 organizmlar namoyish qiladi. Demak, pinni katastasiga solayotganimizda 3, 4, 4 va 3 nisbatlarini ko'rishimiz mumkin. Va qolganlarni ham xuddi shu ko'rinishda ko'rib o'tsak bo'ladi.